Dada, men fokus qilishni o'rgandim. Молодец, bacham. Endi nima bo'ladi hozir bu yerda? Dada, men bu fokuslarim bilan endi maktabga borib pul ishlayman. Bachchalar oldida pulni olaman qo'ldan. Xohlasangiz sizga bir ikkitasini ko'rsatishim mumkin. Ko'rsatgan bir ikkitasini ko'raylik qani. Qo'lingdan nima keladi? Mana. Voy, onangni. Qanday qilding, bacham? Bu sachoqsiz chalg'it tushdi-nu, dada, u kutilmagandan zarba beraman-da, shilapa ichidan olib. To'xta unda, bacham. Hozir G'anini chaqirib kelaman, shu fokuslaring G'aniga ko'rsat. G'anijon, o'g'lim bor-kan, shu o'g'lim. Ha. Fokuschilik o'rgangan. Ha. Shunday fokus qiladi. Hayron qolasiz. Qani bitta ko'rsatsin qani. Как раз bitta yangi fokusim bor. U uchun menga G'anaka kerak bo'ladi-da, hali hech kim ko'rmagan bu fokusni birinchilarga ko'rsataman. Voy, voy! Yomon o'rgansiz, voy! To'xtanglar. Meniki emas-ku bu. Kimiki unda? O meniki-ku. To'p o'tdi Messiga va shu joyda Messi hal qiladimi? Albatta hal qiladi. Shu payt ham his edimi? Daho, ha. Volet ham yerda ammasinikida joylashganda posh. Horbi, salomat bo'ling. Qaytib ketdi. Mahmudov? Mahmudov, yaxshimisan? Domla, keling. Assalomu alaykum ustoz. Mahmudov, bugun qorovulagansan. Bitta o'zing qo'rqmayin deb sherikga keldim. Mo'nshaptir. Hojatga o'tib kelay. Bo'pti. Vo'jora. Juda yaxshimisan? Nodir ustoz bugun o'tib qolibdilar. Ertalab ta'ziyaga o'tib kelamiz. Domla men bilan, Hozir hazilni aytaman. Bo'pti, boshqalarga telefon qilishim kerak. Mahmudov, kim bilan gaplashyapsan? Endi xafa bo'lmaysan, Mahmudov darsda bolalarga baqirib o'rganib qolibman. Chiq o'tiraman demaysan, chiq. Senga nimadir olib keldim. Ha, raya suvi, har xil ta'mlari bor. Senga yoqadi deb qovun ta'mlisini oldim. Anjandan chiqadi. Domla men ham Anjandan chiqqanman. Lekin ertaga peshinga chiqmasam bo'ldi-da, domla. Pashalarim rosa ko'p ekan, oyog'imni mamatala qilib tashadi. Ustoz oyog'ingiz tuyog'mi? Qanaqa tuyoq? Jundor odamman, bilasan. Men hojatga chiqib kelay. Qo'ya, qayga ketyapsan? Yaxshi ham tushib ekan. Qo'yog'im chiqib qoldi. Shu zormanda o'lgurdi, qaytib ichsam, it o'le. Mahmudov, u orqangga shuni hozir maza qilib ichardi-ku. Onangni emgir. Charchab ketdim, shuna bellarim og'rib ketdi boru. Onasi, sen ham qaridingda suroging o'tdi. Bir yoshginasigami uylanib olsanmikin, ha? Shunaqa gaplaringizni gapirib, shundoq jonimga tegib ketdingiz. Men uyim ketaman. Bar ketaver. Onasi o'pmagan 18 yoshga uylanib olaman. 18 yasharligiga kuchingiz yetarmikin? Ko'ramiz, sassiqchol. Bari. Malikam, nos havomni ko'rmadingizmi? Manda eplasangiz yetib oling. जरा सा झूम लूं मैं, अरे ना रे ना रे ना, जरा सा घूम लूं मैं, अरे ना रे ना रे ना, आ तुझे चूम लूं मैं, अरे ना रे बाबा ना. मैं चली बन के आका. रब्बा मेरे Olov. Kela qoling. Iya, Malikam, nega norin qildingiz? Ha, osh qilmadingizmi bugun payshanba-ku? 3 ta payshanbadan beri osh qilaman, to'q bo'lgani yo'q-ku. Ha, nega unda qazi soldingiz? Bu safar to'q bo'lib qolar. Voy, Malikam, voy. Boshim qisib ketyapti, ko'k joydamlar. Voy, hali buni davleniyasi ham bor-da. Pensiyam ham keldi, Malikam. Pedikurimga bering. Ali. Rahmat. Ko'ynagim rosa eskirib ketgan. Ko'yni olmoqchi edi. Mayli, olaqa, chiroyli bo'lib yuring. Chiroyli bo'lib, kosmetologga ham bering. Chiroyli bo'lib yuring. Mayli, bunisi ham ola qol yana. Pensiya ham qolmadi. Anu sho'rli xotini bitta o'sma qo'yardi, yurardi. Doim shu xotiningizni eslaganingiz eslagan, ha? Menga ishonmaysiz o'zi. Ne unaqa deysiz, Malikam? Ishonaman. Ha, ishonsiz shu uy-joylaringizni men nomga o'tkazib bering. Uysiz aylasi o'tkazib beraman.
Ey adasi, ko'rpachaning astarini nima kiyib oldingiz? Qo'yaver sen buni. Onasi meni kechir, men bilmay xato qilib qo'yman. Yoshiga uchib qo'ydim deb bilmay. Yuring bo'lmasam uyga ketamizmi? Endi uyimiz yo'q. Nimaga? Anu kir changiga ishonib, uyga nomiga o'tkazib berdim. O'zimni haydab yubordi. Iplos. Nega aylanmay? Odammasman qol desam, odammasman qol desam, ketaver. Ketaver. Nomard bo'lay qol. Bolamni tinchlikmi? Bu bilan chaqdimi? Sevgidan kuydim men dada. Qayog'ing kuydi, nima bo'ldi? Prikol qilmang dada. Yo, bez prikol nima bo'ldi, bolam? Sevgan qizimni boshqa bola bilan ushlab oldi, представляешь? Qo'ya shunga siqilasanmi? Yo, meni nimam kam o'sha bo'ladi. Oshiq, senda ko'p. Qo'y bolam, siqilma, xonangga kir. Onangga aytaman, yig'ishtirib qo'yadi. Tozalab qo'ysam. Ha, tozalaydi. Sen sindiraver, onang tozalaydi, onang nimadir. Xayrli tong sevishganlar. Kompot o'g'lim qayerga? Sevgilim bilan uchrashuvga. Kechirdingmi? Gaplashdim, prosta qo'lidan ushlagan ekan, lekin yoqmabdi. Qizga yoqmabdimi? Yo, bola aytdi, yoqmadi dedi. Men ketdim. Sevgilim oliga sevishib kelay. Yana qizi zapal bo'ldi. Voy, dadasi oynani sindirdi shuningiz. Qo'ycha muzikangni ye. Nima bo'ldi yana so'ltama? Aynan men sevgan qizim begona erkak bilan dachaga chiqib ketibdi, bozorlik qilib. Shu dacha qancha ekan hozir sezonda? Prikol qilmang dadam. Bo'ldi, jonga ham tegding, sen bir sevmay ekan. Seni dastingda mana ona bechalarni qara. Har kuni uyni yig'ishtiradi, hamma narsani sindirding. Dada. Hali o'g'lingiz zo'r bo'ladi. Kim bo'ladi? Zo'r bo'ladi, qachon bo'ladi? Ikki sog'lom hayot. Hello, Toshkent. Ha, kompot o'g'lim, yana kechirdingizmi? Kechirdim. Belidan ushlamoqchi bo'lgan ekan. Nima qiz? Chinnimisiz? debdi. Kim aytibdi? Yana bola aytibdimi? Yo'q, sevgilim. Ah, xudoga shukr. Men sevishib kelay. Shuningiz kimga tortdi? Radonda nita tortgan. Ha? Aksher nita tortgan. Odammasman qol desam, O'lama, yana nima bo'ldi? Yana zapalmi? Sevgan qizimni rasmlari Telegram kanalida tarqab ketibdi. voy bo'lay sharmanda. Qaysi kanalga? Да, любимая. На дома? Сейчас? Сейчас ухожу. Dada, men sevgan qizim bilan uchrashuvga chiqib kelay. Soat kechki 1 bo'ldi. Qayerda ko'rishasan? Klubga chaqiryapti, bemalol gaplashamiz deyapti. Men ketdim. Qaysi klub aka? Shaxmatchilar klubimi? Balli qizlar klubimikin? Yayra kitobxon klubimi? Ya soat 1da qaysi klub ishlaydi? Faqat o'sha klub ishlaydi turmasi bor.